Bu 60 mingdan yog' topganmiz. Bular Farg'ona brendida nima sababdan 60 ming arzon bu? Aka, Farg'ona yog'larini o'zimiz ishlab chiqaramiz. Birinchi qo'l pulni magazinlar o'zimizdan olib foydalanib sotadi. Tirzi bozordan ham bunaqa narsa topolmaysizlar. Sifati behijolat. Bundan tashqari yog'lar ham bor ekan. Mana qolgan hozir salatni yog' ham bor ekan. Hamma assortimentimiz bor aka. Hozir ichkarida salfetka, tuz, любой narsa optim narxda. Optim narxlarda aka. Hozir unda narxini bilib olaylik, keyin aqdiyamni ko'ramiz. Yog'ni narxini ko'rib oldilaring. Lakatchamiz Tashlab Varzaydan, Varzay sentridan. Varzay sentrdan 200 metr Aramazor tarafga yurganda 10 qo'lda. Unda narxi necha bo'ladi bu? Bular o'zingizda ishlab chiqariladi, bular. O'zimizda aka, xudo xolasa narxi behijolat. 180 ming so'mdan aholiga beryapmiz, 175 ming so'mdan magazinlarga yetkazib beryapmiz aka. Zavod bilan ham solishtirish o'ra narxini. Bularchi? Bular aka qozoq brendda. Bug'doy ham qozoqda bug'doydan bo'ladi aka. 220-210 ming so'mdan sotilyapti aka. 300 mingga sotilyapti atrof. Bu olib Vichy sorti eng zo'r ekanda bu. Vichy sorti eng zo'r aka. Bundan tashqari yana har xillari bor. Ular necha pul endi? 175, 180 holatiga qarab narxi oshaveradi aka. Ha, o'sha sortiga qarab oshib tushaveradi. Ichkarida bir fura xullas yog' tushirib qo'yishgan ekan. Hozir aytayaptilarki, to'y qilsangiz salfetka, guruch, tuz hamma yo'g'igacha bor deyaptilar. Optim narxda hozir batdan olib magazinga borib sotishar ekan. Pastda nomer qoldiryapmiz. Telefon qilinglar, telefon kelsalar yaxshi bo'ladi. To'ygami, do'koningizgami, kimgadir tashkilotingiz bormi? Olsangiz, menimcha atrofdan ko'p olganingiz hisobiga ancha arzon tushadi. Nomer qoldiryapmiz. Dastlabki xizmatlar markaziga kelaverasizlar. Dastlabki ham bor ekan. Bor ekan.